Boshlang'ishda 6 dona zanjirimiz chekamiz. 2, 3, 4, 5 va 6. Har ikki uchini birlashtiramiz. Doira shakliga keltirib olamiz. Va xonalardan 4 ilmoqdan 6 dona mang'izlarimiz chiqaramiz. Bir, ikki, uch, to'rt. Boshini bekitamiz. Orasiga 1-2 dona zanjir chekaylik. Bu shaklda 6 dona mang'izimizni oldik. Oralariga 2 zanjir. 2 yoki 3 dona zanjir oling, albatta to'qishingizga qarab turib, ya'ni tortishib qolmasin. Endi mana bu mang'izlar tepasidan uchlik mang'iz chiqaramiz. Ya'ni 3 yulduzli mang'izlardan. Bir, 2, 3 dona ilmog'imizni chiqardik. Boshini mahkamlaymiz. Tepasiga yana bir mang'iz. 2, 3. Boshini mahkamlamasdan hamon mana bu pastdan ikkinchi mang'izimizni chiqaramiz. 2, 3 va 2 mang'izni birlashtiramiz. Oralariga 2 yoki 3 dona zanjir olamiz. Ya'ni to'qishlarga qarasizlar. Va qarshi tarafdan yana aynı shaklda davom etiladi. Bu shaklda to'qib keldim. Endi mang'izlarimizni ko'paytirib boramiz. Boshlang'ishda ilmog'imizni uzatib olamiz, ya'ni yuqoriga to'g'ri yuksalish mang'izini olamiz. 2, 3. Boshini bekitamiz va undan keyin uchlik mang'izdan davom etamiz, ya'ni 3 yulduzli mang'izdan davom etamiz. Mang'iz tepasidan birinchi mang'izimizni chiqardik. Boshini bekitmasdan hamon pastdan ikkinchi mang'izimizni chiqaramiz. 1, 2, 3. Keyingi xonada 3-chi mang'izimizni chiqaramiz. 2, 3 va 3 mang'izni birlashtiramiz. Mang'izlar ko'paytirayotganda har zamon oxirida 2 dona mang'iz chiqaramiz. 1, 2, 3. Mana bu pastki xonadan ikkinchi mang'izimizni chiqaramiz. 1, 2 va 3. Bo'lmadi. 2 mang'izni birlashtiramiz. 1, 2, 3 dona zanjir chekib, yana aynisi takrorlanadi. 1, 2, 3. Bu shaklda to'qishga davom etaylik. Yuqori tarafdan qaraganda 1-2 dona mang'izimiz bo'ldi. Bu shaklda men 3 qator to'qib keldim. 4-qatorida yaproqlarimizni chiqaramiz. Bu iplarimizni bu shaklda oralariga olib ketamiz. To'qiyotganda boshlang'ishda har zamon kabi yuksalish mang'izini qilamiz. 1,
2, 3. Mangizni boshini berkitamiz va uchli mangizdan yaprog'imizni chiqaramiz. 1, 2, 3. Pastdan ikkinchi mangizimizni chiqaramiz. Keyingi xonadan uchinchi mangizimizni chiqaramiz va 3 mangizni birlashtiramiz. Yaproqlarimiz 4 rangdan iborat, ya'ni 4 yaproq yashil bo'ladi. Uchli mangizimizni qildik. Bu orada bu iplarni hafifdan tortib qo'yaylik. 1, 2, 3. İpimizni almashtiramiz. Hamon pastdan ikkinchi mangizimizni chiqaramiz. Keyingi xonadan uchinchi mangizimizni chiqaramiz. 3 mangizni birlashtiramiz. İpimizni almashtiramiz. Uchli mangizdan yaprog'imizni chiqaramiz. 1, 2, 3. Hamon pastdan ikkinchi mangizimiz, keyingi xonadan uchinchi mangizimiz, uch mangizni birlashtiramiz. Oxirida ikkili mangiz bilan mangizlarimizni qatorini ko'paytirayotgandik. 1 mangizdan yashil, 2, 3. İpimizni almashtiramiz. Pastdan ikkinchi mangizimizni olamiz va 2 mangizni birlashtiramiz. Bu shaklda yana 1 mangizga ko'paygan bo'ldi. Oralarga 1, 2, ya'ni to'qishlarga qaranglar, 2 yoki 3 mangiz olinglar. İplar qalinligi, qo'linglar ayari, unga ko'ra to'qishlarga qarab turib ilmoqlarni, zanjirlarni ayarlang. Qarshi tarafga o'tganda takror yuksalish mangizni qilamiz. 2, 3. Mangizni boshini mahkamlaymiz va ipimizni almashtiramiz. Bu shaklda to'qishga davom etaylik. Bu shaklda men keyingi qatorni ham to'qib keldim. Oxirgi qismini ko'rsatib beraman. Ya'ni 5-qatori. 5-qatorida qarshi tarafga o'tdik. Yuqoriga to'g'ri bir dona mangizimizni oldik, tepasini bekitdik va uchli mangizdan davom etyapmiz. Faqatgina ranglar almashadi. Ranglarga diqqat etsangizlar, to'qish juda ham oson. Tepasiga birinchi mangizimizni oldik. Hamon pastidan ikkinchi mangizimizni chiqaramiz. 2, 3. Uchinchi mangizimizni mana bu yaproq orasidan chiqaramiz. Ya'ni 1, 2, 3, 4. Qizil ipim ingichkaroq bo'lgani uchun 4 ilmoq chiqardim. Sizlar iplari qalinligiga ko'ra 3 yoki 4 ilmoq chiqaringlar. Bu shaklda 3 dona
mangizimizni birlashtiramiz. 1, 2, 3, 4. Hamon pasidan ikkinchi mangizimizni chiqaramiz. 3, 4. İpimizi almashtiramiz. 1, 2, 3 ve 3 mangizni birlashtiramiz. Mana bu yaproq orasidan 2 dona mangiz chiqardik, ya'ni rang sifatida. Davom etamiz. 1, 2, 3. Hamon pasidan ikkinchi mangizimiz. 1, 2, 3. İpimizi almashtiramiz. Yaproq orasidan 3. mangizimizni chiqaramiz. 1, 2, 3, 4. 3 mangizni birlashtiramiz. Bu şekilde devam etamiz. 1, 2, 3, 4. İkinci mangizimizni hamon pastdan chiqaramiz. 1, 2, 3, 4. İpimizi almashtiramiz. 3. mangizimizni karşı tarafdan olamiz. 1, 2, 3 ve 3 mangizimizni birlashtiramiz. 2 dona mangiz chiqaramiz, ya'ni mangizlarimiz ko'payib boryapti. Pastdan ikkinchi mangizimiz. 1, 2, 3. Bu şekilde yana bir mangiz ko'paygan bo'ldi. Oraga 1, 2 dona zanjirimizni çektik. Bu şekilde. Karşı tarafga birlashtirib qo'yamiz va to'qishga davom etamiz. Bu şekilde men to'qib keldim. Aynısı takrorlangani uchun men videoni uzatishni istamadim. Sizlarga farqini anglataman. Oxirida 2 mangiz bilan mangizlarimiz ko'payib boryapti. Mana bu yaproqni qanday qilib to'qigan bo'lsak, keyingi yaproqni ham aynı shaklda to'qiymiz. Faqatgina farqi oradagi 2 dona oq rangdagi mangizimiz bo'ladi. Guli ham aynı shaklda. Mana. Gulini ham mana bu yerda qanday qilib to'qigan bo'lsak, keyingi gulni ham aynı shaklda olamiz. Mana bu yerda bir mangiz oq rang, bu yerda ham aynı shaklda yaproq ichidan 2 dona qizil mangizdan qilamiz, rangdan, ya'ni rang sifatida aytyapman. Ya'ni bu shaklda to'qidim. Keyingi qatorda mana bu bir juft yonma-yon bo'lgan bir juft gulimiz aynı shaklda takrorlanadi. Bu yerni ham to'qib kelib sizlarga ko'rsataman. Machalkamizni keyingi qatorlarini ham to'qib keldim. Videoni uzatishni istamadim. Aytganimdek, keyingi qatori ham mana bu yerni qanday qilib to'qigan bo'lsak, aynı shaklda to'qiladi. Faqatgina mangizlar ko'payib borgani uchun boshida va oxirida 2 mangiz olamiz. O'rtadagi yaproqlar yana aynı shaklda. Keyingi qatorda gulni ham yana mana bu qatordagi guli
takrorlanadi. Bu shaklda machalkamizni oxirgi qatorini ham to'qib keldim. Chekidagi bezovni to'qiymiz. Ozgina to'qib oldim. Har mangiz orasidan ustunlari chiqaramiz. Bu shaklda ilmog'imizni olamiz. 1 2 tepasiga 1 2 3 zanjirimizni chekamiz va mana bu o'rtasiga birlashtiramiz. 2 ilmoqni bir olamiz, orasiga 1 zanjir. Takror aynı yerdan ikkinchi ustunimizni chiqaramiz. 1 2 tepasiga 1 2 3 dona zanjir. Mana bu o'rtasiga birlashtiramiz. 2 ilmoqni orasiga 1 zanjir. Aynı yerdan uchinchi ustunimizni chiqaramiz. Tepasiga 1 2 3 zanjir. O'rtasiga birlashtiramiz. 1 zanjir. Oxirgi ustunimizni chiqaramiz. 1 2 tepasiga 1 2 3 zanjir va o'rtaga birlashtiramiz. Oraga 1 zanjir. Keyingi mangizdan keyingi xonaga 1 ilmoq bilan birlashtiramiz va 1 zanjir. Bu shaklda. Yana aynı yerdan ilmog'imizni uzatmasdan bu shaklda keyingi xonadan ilmoqlarimizni chiqaramiz. 1 2 ilmoq qo'ygandan so'ngra 1 2 3. Bu shaklda chekadagi bezovni qilishga davom etaylik. Bu shaklda machalkamizni to'qib keldim. Mana bu chekadagi bezovni agarda tortishib qolayotgan bo'lsa, 1 dona ustun ko'proq chiqaring, ya'ni 5 dona ustun qiling. Ya'ni qo'lingizni ayariga qaraysiz. Bu shaklda yana bir videoni yakuniga keldik. Sizlar bilan takror yangi videolarda ko'rishguncha sog' va omon qoling. Allohga omonat bo'ling.